Ushbu videoda qanday qilib birjalardan registratsiyadan o'tishimiz mumkin, shu haqida gapirib chiqamiz. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Samoydin va siz CryptoBoss kanalidasiz. Ushbu videoda qanday qilib xohlagan birjangizdan registratsiyadan o'tishni o'rganasiz va o'rganib olganingizdan keyin siz xohlagan birjangizdan registratsiyadan o'tasiz. Bu narsani kompyuter orqali ko'rsataman sizlarga, siz esa telefondan ham qilishingiz mumkin. Ozgina birjalar haqida ma'lumot beraman. O'zi aslida juda ham ko'p birjalar bor. U 20-30 tadan ko'p birja bor. Hammasiga ishonish kerak emas. Eng yaxshilari, eng ishonchlilari bu Bybit, Binance, Bitget, BinX, Mex birjasi bor. Xullas birjalar juda ko'p, lekin asnovnoyisi men ishlaydiganim lichna bu Binance, Bybit, Mex, BinX va Bitget. Xullas 5 ta birja bilan ishlayman va eng ishonarli birjalardan biri deb hisoblayman. Ushbu videoda men bitta birja misolida ko'rsataman registratsiyadan o'tishi va siz ushbu misoldan olib qolgan hamma birjalardan registratsiyadan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi o'rinda, agar siz kompyuterdan qilsangiz, xuddi menga o'xshab Bybit deb yozishingiz kerak bo'ladi. Tak, o'zgartiramiz. Bybit. Agar yo'q, telefondan qilaman desangiz, Play Market yoki App Store ga kirib Bybit deb yozishimiz kerak bo'ladi va uni ustanovich qilib olamiz. Davom etamiz. Bybit birjasiga kiramiz va kirganimizdan keyin srazu hozir men уже registratsiyadan o'tganman. Hozir akkauntimdan chiqaman. Account, выйти. Mana men hozir akkauntimdan chiqdim. Endi men akkauntimga qaytib kiraman. Siz esa hozir men sizga perevod ham qilib beraman bu narsani. Avtorizatsiya bu degani akkauntga kirish. Zaregistrироваться bu registratsiya qilish. Siz zaregistrироваться knopkasini bosishingiz kerak. Zaregistrироваться qilganingizdan keyin siz elektron pochtangizni yozishingiz kerak. Elektron pochta va parol придумать qilishingiz kerak. Yangi parol qo'yasiz va srazu parolni biror joyga yozib qoldiring. Va pochtangizni ham parolini bilishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Keyingi qilinadigan etap sizga xuddi mana bunaqa narsa bo'ladi. Hozir men avtorizatsiya qilaman. Avtorizatsiya qilganimdan keyin xuddi shunaqa login, parol yozdim. Mana bunaqa narsa so'raydi bizdan. Buni olib mana bu yoqqa keltirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kirganimizdan keyin duxetapni kod keladi, autentifikator men aytganday. Buni men telefonimda olganman. Hozir telefonim orqali men yozaman. Esinglarda bo'lsa, o'tgan videolarda men tushuntirgandim, что hech kim birjaga kirib bilmaydi agar shu parol bo'lmasa. 48. Birjaga kirdik. Mana ko'rib turibsiz, men lichniy kabinetimga kirdim va nima orqali? Kod orqali. Ushbu kod har 30 sekundda almashib turadi. Almashinib turadi, yangilanib turadi. Dalshi qiladigan narsamiz verifikatsiyadan o'tish. Men misol uchun verifikatsiyadan o'tganman. Verifikatsiyadan o'tishim uchun profilimni ustiga bosaman. Kiramiz. Kirganimizdan keyin prойти verifikatsiya degan joy bo'ladi. Mana shu joyda men уже o'tib olganman. Sizlarda prойти verifikatsiya degan joy chiqadi. Verifikatsiyani bosamiz, ism familiyamizni yozamiz va nechinchi yilimiz, tug'ilgan kunimiz, tug'ilgan oyimiz, hamma informatsiya o'zimiz haqida hamma ma'lumotlarni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qilinadigan etap pasport haqida to'liq ma'lumotlarni yozishingiz kerak bo'ladi. O'sha pasportdagi kod, qaysi kod, pasport raqami. Daley knopkasi chiqadi. Daleyni bosasiz, pasportingizni rasmini so'raydi. Chiroyli qilib pasportingizni oq listning ustiga qo'yib, rasmga tushirib jo'natishingiz kerak bo'ladi. Buni hammasini telefondan qilsangiz osonroq. Keyingi qilinadigan qadam bu pasport bilan birgalikda rasm tushish, ya'ni pasportni xuddi shunday ushlaysiz, telefoningizni kamerasini bosasiz va rasmga tushirib jo'natasiz. 24 soat ichida bizga javob keladi deydi. Na samom деле tez keladi. Yarim soatning ichida примерно javobi keladi va siz birinchi etap verifikatsiyadan o'tgan bo'lasiz, ya'ni o'tgan hisoblanasiz. Ya'ni oddiy verifikatsiya bor, birinchi etap va maksimalniy verifikatsiya bor, ikkinchi etap. Unda siz o'zingizni adresingizni подтвердить qilishingiz kerak chek bilan. Misol uchun yashayotgan adresingizni cheki, Wi-Fi ni to'lagan pulingizni cheki ili o'zi birja sizdan so'raydi. Menga misol uchun deydi, elektrichество pulini to'lagan chekini bergan, o'sha adresini, chekini, rasmini jo'nat. Xullas, siz o'sha haqiqatan o'sha adresda yashab turganingiz haqida unga подтверждение kerak. Ya'ni 100% birja просто so'zlagan emas, da men shu adresda yashayman, unaqa emas, realniy dokumentalniy birja bilishi kerak, что siz haqiqatan o'sha adresda yashashingizni. U adresni подтвердить qilganingizdan keyin maksimalniy verifikatsiyadan o'tgan bo'lasiz. Keyingi etap bu bizada безопасность etapi, duxetapni autentifikator. Bu bizada biz uchun nimaga kerak? Oddiy misol, boya ko'rdingizlar, men akkauntimdan chiqdim va qaytib kirmoqchiman va mendan o'sha narsani so'radi. Kelinglar, men sizlarga shuni qo'yishni hozir o'rgataman. Birjaga lichniy kabinetga kirgandan keyin mana buni
buni bosganingizdan keyin security bor. Agar sizda ruscha bo'lsa, безопасность deb nomlanadi. Shunga kirishimiz kerak bo'ladi va ko'ribsiz, menda 4 ta narsa подтвердить bo'lingan. Birinchisi bu login, ikkinchisi bu pochta, uchinchisi bu SMS kod, ya'ni nomer telefonimni yozganman, nomer telefonimga kod keladi. Misol uchun birja xohlaganini tanlab sizga so'rashi mumkin. Pul jo'natayotganingizda yoki pul chiqarmoqchi bo'lsangiz, yoki P2P qilmoqchi bo'lsangiz, birja sizga aytadi, akkauntingga kod jo'natdim, kodni aytgin yoki duxatabni autentifikatsiyani aytgin kodini yoki nomeringga kod keldi, o'shani aytgin. Xolasa uchalasini ham birdaniga so'rashi mumkin. O'sha uchun birinchi o'rinda qiladigan narsamiz pochta подтвердить qilish uchun yozamiz pochtamizni, pochtamizga kod keladi va o'sha kodni yozishimiz kerak bo'ladi. Bu nomer telefon, raqamimizni kirgizamiz. Kirgizganimizdan keyin kod keladi, o'sha kodni yozishimiz kerak bo'ladi va nomer ulangan bo'ladi. Uchinchisi bu двухэтапный autentifikator. Mana bu приложение. Mana ushbu приложениeni kameraga ham yaqin qilamiz. Ushbu приложениeni siz Play Market, App Store'dan установить qilishingiz mumkin. Установить qilganingizdan keyin biz ichiga ключ qo'yishimiz kerak. Ya'ni men agar Bybit akkauntimni ulamoqchi bo'lsam, двухэтапный autentifikatorga, men bu yerga knopka chiqadi, создать ключ. Создать ключni bosaman. Bosganimdan keyin mana bu yerda plus bor. Plusni bosaman va ввести ключ настройки degan joyini bosaman. Bosganimdan keyin mana shunaqa okno chiqadi. Название, misol uchun Bybit account. Bybit. Введите ключ deyapti. Mana shu введите ключ degan joyiga men Bybitdan olgan ключni qo'yishim kerak. Qo'yganimdan keyin добавить nuqtasini bosaman va добавить bo'ladi va Bybit akkauntim двухэтапный autentifikatorga ulanadi. Безопасность уже максимально bor. Mana ko'rib turibsiz, zapis ekranda menda shuncha birjalar bor. Bybit, Binance, Coinex, Hobby, Mex va shular hozir mana shu кружочек tugaganidan keyin yangilanadi. Mana misol uchun Bybitniki 661 093. Ko'rdingiz, endi yangilandi. 924 334 va har shu 15-30 sekundda yangilanib turadi. Hech qachon siz kirib bilmaydi, hech kim lичный kabinetingizda sizdan tashqari. Maksimalniy безопасность men o'ylayman va xuddi shunaqa qilib siz qolgan birjalarga ham kirib registratsiya qilib, mana shunaqa ключlarni подключить qilib, nomerlarni, sim kartalarni va pochtalarni подтвердить qilishingiz mumkin. Binance, Hobby, Bybit hammasini ссылкасini men описаниеda qoldiraman. Обязательно ссылкani shunda bosib registratsiyadan o'tishingiz mumkin. Ushbu videoda siz qanday qilib birjadan registratsiya qilishni o'rganib oldingiz. Endi siz bemalol kriptovalyuta sotib olib va kriptovalyuta sotib bilasiz. Video yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kommentariyada savollaringizni yozib qoldiring. Men yangi videolarimda kommentariyada savollaringizga hammasiga javob beraman. Meni Telegram kanalimga, Instagramga obuna bo'lib qo'ying va keyingi videolarda ko'rishguncha